Assalomu alaykum, Hafiz bu siz bo'lasiz-a? Va alaykum assalom. Men bo'laman, keling. Bitta iltimos bilan yoningizga kelyotgandim. Hop, qanaqa iltimos ekan? Shu narsani do'kondan oldim. Shuni menga arzonchi variantini chiqarib bering. Hop. Qanday arzonlashtirish kerak sizga? Bunga material umuman ayyamasdan ishlatilgan ekan. Shuni menga arzonchi materialdan olib, yonlaridan toraytirib, uzunligidan kesib, arzonchi zamoklar qo'yib, shimlari ham rosa uzun ekan, uzunliklaridan olib, menga shuni arzonchi variantdan chiqarib bera olasizmi? Har tomondan qisqartirib arzonlashtirasiz, lekin xuddi shu model bo'lsin. Qarang, singlim, anchadan beri shu ishni qilasizmi? Ha, anchadan beri shuni qilaman. Qimmat brendlardan sotib olaman-da, arzon chiqarib, gurillatib sotaman. Voy, baraka toping-ey. Kimlarnidir shuncha qilgan mehnatini shartta o'g'irlab, tarillatib tikib, gurillatib sotadigan qiz siz bo'lasizmi? Lekin joyiga kelibsiz. Shu Ezazem brendining rahbari men o'zim bo'laman. Nima qilibdi? Karvon-ku, rizqi bo'lay. Xo'p, siz aytgancha bo'la qolsin. Shunaqa arzonlashtirib, enidan, bo'yidan urib chiqarib beraman sizga. Faqat shu Ezazem brendini o'rniga tayyorga ayyor deb yozib beraman, bo'ladimi? Toma, toma.